Mana shu Qayrag'ochda tayyorgarlik ko'rib, men Rahmonaliyev Shohjahonda buvasi bo'laman. Mana shu Qayrag'ochda tayyorgarlik ko'rib, bolam doktor bo'lib, doktorlikka o'tib ketdi-da, endi xursandmiz o'g'lim. O'qituvchilariga rahmat birinchi o'rinda. Bolani o'zida ham bo'ldi, endi nima deydi, Allohdan bo'ldi. Omadga ham bog'liq deyshadi, bu o'qituvchilar katta rol o'ynaydi. Endi men hali kichkina bolaligida men ko'p og'rir edim. Bolajonim, sen doktor bo'lasan, meni davolaysan deyar edim. Yoshligidan shu esini tanigandan. Endi shunga o'zini tarbiyalab borganmi, yo o'zida qiziqish bo'lganmi, shu doktorlikka o'qiyman dedi, shu mana endi kirib ketdi-da endi. Rahmat o'qituvchilariga, ming rahmat, shu Qayrag'ochlik o'qituvchilar, o'g'illamga bariga rahmat. Nevaralarga ham mana shu bizda sharoit shu, ish kerak emas. Birinchi o'rinda o'qish deymiz. Har qancha ish bo'lsa o'zimizdan ortmaydi. Men shuni tarafdoriman. Hamma ota-onalarga tavsiyam, o'zimda endi fikrim, bolalaringga shu o'qishlarga imtiyoz yaratib beringlar. O'qishsin hammasi.